Shoshilinch chaqiriq. Hajviya. Safar Kokilov. Ertalab soat 10. Tez yordam bo'limida telefon jiringlaydi. Oq xalat, qalpoq kiygan navbatchi dispetcher boshqaruvchi go'shakni ko'tardi. Da tez yordam eshitadi. Familiyang nima? Familiyamni nima qilasiz? Xizmat bo'lsa aytavering, yozib olaman. Senga familiyangni aytayapman. Siz kimsiz o'zi? Men hokimiyatdaman. Familiyangni ayt, tez. Navbatchi boshqaruvchi Aliyev eshitadi. Xo'sh, xizmat. Nega darrov shunday demaysan? Kimsan? Doktormisan o'zi? Ha, feldsherman. Nima edi? Menga bosh hakim kerak. Tez top. Bosh hakim yangi ochilgan ambulatoriyaning faoliyati bilan tanishgani ketgan. Tushlikdan so'ng kelib qoladi. Bunda kelsa ayt. To'xta, qog'oz qalam olib yoz. Ayting. Xo'sh, tezlikda hakim muovinining uyiga ko'z og'riqqa qarshi tomchi doridan 2-3 dona olib borsin. Tezlikda. Yozdingmi? Shu bugundan qolmasin. Tayin ayt. Familiyang nima edi? Aliyevman. Yozib oldim, yetkazaman. Shunday bo'lsin. Aytib qo'yay, familiyang Aliyev ekan. Yozib oldim. Agar unutsang, o'zingdan ko'r. Hokimiyatning topshirig'ini bajarmagan deb ishdan haydataman, bildingmi? Xo'p aka, xo'p. So'zma-so'z yetkazaman. Agar juda shoshilinch bo'lsa, aptekalardan olib tursa bo'lardi-ku. Aql o'rgatma, sendan so'ralmaydi. Buyruqni bajar. Hokimiyatning ishlari senga o'yin emas. Tushunding? Xo'p, kechirasiz. Shunday bo'lsin. Xo'p, ha aytgancha, bosh hakimga bu buyruqni kim aytdi deyin? Siz kimsiz? Familiyangiz? Hoy bola, men hokimiyatdaman dedim-ku senga. Xo'jaqulovman. Hakim muovinining muoviniman. Haliyam tanimadingmi? He, xumpar, qo'y trubkani. Navbatchi boshqaruvchi qizarib go'shakni qo'yarkan, hayronlikdan labini cho'chchaytirib, yelkasini o'chirib qo'ydi. O'ziga o'zi ming'illadi. Tavba, muovinining muovini emish. Bosh hakim qo'shni tumanga to'yga ketgan. Birov so'rasa, haligiday deb qo'y degan edi. Obbo, endi nima qilsam ekan? Kechqurun soat 8 dan 10 minut o'tgan. Tez yordam telefoni jiringlaydi. Navbatchi boshqaruvchi go'shakni oladi. Da tez yordam eshitadi. Bu menman, bosh hakimman. Tinchlikmi? Meni hech kim so'ramadimi? Iye, G'oziyevich, sizmisiz? So'rashdi. Hokimiyatdan Xo'jaqulov degan telefon qildi. Nima deydi? Hokimning muovinining uyiga tezlikda bir ikkita ko'z og'riq dori olib borar ekansiz. Tezlikda. Qachon aytdi? Kunduzi soat 10lar edi. He, endi nima bo'ladi? Obbo, he kallang qursin sening. Shuncha vaqtdan beri kutib o'tiribsanmi? Nima qilishim kerak edi? Sizni kutdim-da, G'oziyevich. Qachon senlarga aql kiradi? Shuni o'zlaring olib borib bersalaring ham bo'lardi-ku. Hoy kallavaram, tezda bironta feldsheringni ko'chaga chiqar. Tungi aptekalardan ko'z og'riq dori sotib olsin. Olib borib bersin. Tushundingmi? Tez bo'l. Xo'p, dorining pulini berishadimi ular? Iye, nima deyapsan? Kallang joyidami? O'sha dori qancha turadi? 5-10 so'm turar ko'p bo'lsa. Shuni ham so'rab o'tiradimi? Uyat bo'ladi. Bu savob. Axir odam savob ham qilib turishi kerak-da. Tez yubor. He, sani qarayu, pul deysana. Bilib qo'y, ertaga hokimiyatdan gap eshitsam, seni ishdan haydayman. Tushundingmi? Tez yubor. Borganda avval kechirim so'rashsin. Xo'p, G'oziyevich, hozir yuboraman. Navbatchi boshqaruvchining rangi o'chib, navbatchi vrach, feldsher va haydovchidan iborat tez yordam brigadasini oldiga chaqirdi va bosh hakimning buyrug'ini yetkazdi. Pulichi dedi ular baravariga. He, katta odamdan pul so'rab bo'ladimi? Uchovlaring pul qo'shib tungi aptekadan sotib olasizlar ekan. Savob bo'lar ekan. Qani tez jo'nanglar, tez. Birozdan so'ng tez yordam mashinasi ko'k chirog'ini lipillatganicha sirenasini chalib ko'chaga otildi. Kechqurun soat 9. Hashamatli uy yoniga tez yordam mashinasi shitob bilan kelib to'xtadi. Doktorlar shosha-pisha hovli eshigining qo'ng'irog'ini bosishdi. Birozdan so'ng eshik ochilib, semiz, gajakdor uzun xalat kiygan ayol ko'rindi va tez yordam doktorlarini ko'rib seskanib tushdi. Voy o'lmasam, nima gap? Chaqirtirganmidingiz? Dedi oldinda turgan doktor hovliqib. Voy yo'q, chaqirmadik. Bizni bosh hakim yubordi. Ko'z og'riqdori olib keldik. Xotin ko'kragiga tuflay o'ziga keldi-da, so'ng qosh qovog'i yana uyilib baqirdi. Ha, endi keldilaringmi? Xo'jayinga ertalab ishga jo'nash vaqtida aytgan edim-ku. Voy bu, tez yordam emish tag'in.
kasal o'lib go'rga qo'yib kelgandan so'ng kelarkansizlarda, ha? Uzr endi opa, uzr. Ozgina tushunmovchilik bo'libdi. Dispetcher yoshlik qilibdi. Kechirasiz. Mana, kech bo'lsa ham dorini olib keldik. Topib keldik opa. Oling. Doktor kichkina shishachadagi dorini uzatdi. Xotin o'zini orqaga oldi. Voy, buni men nima qilaman? O'zlaring tomizib ketasizlar endi. Bo'pti opa, bo'pti. Yuring, kimning ko'ziga tomizish kerak? Ko'rsating, tomizamiz. Xotin doktorlarni hovliga boshlab kirarkan, oldinda javrab ketardi. Yuringlar, yuraveringlar. He, ordonasi qolsin ilohim. Ana bostirmaning tagida 2 kundan beri ho'kizlardan birovining ko'zi og'rib qopti. Qizarib shishib ketgan. Doktorlar birdan taqqa to'xtab, bir-biriga qarab qolishdi. A? Ho'kiz? Ha, ho'kiz. Doktor, o'zingiz yaxshilab davolab keting. Tuzuk bo'lsa ertaga bozor chiqartiraman savilni. Boravering. Voy, qo'rqmang, yuvosh. Bostirma tagida ho'kiz pishqiradi. Doktorlar dag' titraydi. Xotin esa ularni orqasidan itaradi. Yuring, voy, yuravering. Qo'rqmang, yuvosh deyapman-ku.